Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan aholi orasida ko'p ishlatiladigan chiya urug'lari haqida gaplashamiz. Chiya urug'lari qanaqa qilib foydalari bor, uni tarkibida nimalar bor, hamda qo'llash tartibi qanaqa, sog'lom odamlar iste'mol qilsa bo'ladimi, hamda kasalliklarda qanaqa foydasi bor, shular to'g'risida gaplashamiz. Chiya urug'i kichkina urug'lar hisoblanadi, ya'ni uni rangi qora yoki oq ko'rinishda bo'lishi mumkin. Chiya urug'lari yuqori darajadagi ozuqa moddalariga boy bo'lgan urug' hisoblanadi. Bu chiya urug'lari Salvia hispanica o'simligida olinadigan urug' hisoblanadi. Endi bu chiya urug'lari aholi orasida ko'p qo'llaniladi. Ko'pchilik qanaqa qilib qo'llash kerak hamda qanaqa foydalari bor, shular to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Chiya urug'lari yuqori darajadagi ozuqa moddalariga boy bo'lgan urug'lar hisoblanadi. Ya'ni uni tarkibida boshqa o'simlik ozuqa moddalariga nisbatan oqsillar miqdori hamda foydali yog'lar, to'yinmagan yog' kislotalari hamda vitaminlar, minerallarga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Ya'ni uni tarkibida vitaminlardan vitamin B1, B6 hamda B12, vitamin E'lar, undan tashqari mikroelementlardan kaliy, kalsiy, fosfor hamda magniy mikroelementlari, undan tashqari to'yinmagan yog' kislotalari, organizm uchun foydali bo'lgan yog' kislotalar, omega 3, omega 6, omega 9 yog' kislotalari ko'p miqdorda saqlaydi. Undan tashqari ularda tolalarga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi buni foydalariga keladigan bo'lsak, foydalari bir qancha. Bu miya sistemasiga, ya'ni asab sistemasiga, xotira sistemasiga hamda aqliy faoliyatga ta'sir qiladi. Bundan tashqari yurak qon tomir tizimida xolesterin miqdorini kamaytirishga hamda qon tomiridagi yog'larni eritishga, qon bosimini yaxshilashga, undan tashqari qon aylanishini stabil bo'lishiga yordam beradigan urug'. Undan tashqari har bitta a'zo tizimga, masalan, hazm tizimi, endokrin tizimi hamda suyak bo'g'im tizimlariga foydali ta'sir ko'rsatadi. Hazm tizimiga keladigan bo'lsak, oshqozon ichak faoliyati, qabziyatlarni yaxshilab berishga yordam beradi. Ya'ni undan tashqari endokrin tizim bilan bog'liq holatlarda qondagi qand miqdorini, glyukoza miqdorini nazorat qilishga hamda semizlik bilan kasallangan bemorlarda semizlikni stabillashtirishga, ozishga yordam berishda qo'llaniladigan urug'. Undan tashqari bo'g'im sistemasi bilan kasallangan bemorlar, ya'ni osteoporoz bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan kalsiy yetishmovchiligi, bo'g'imda muammosi bor bo'lgan bemorlarga yoki bo'lmasam sog'lom odamlarga ham foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bo'g'imlarda kalsiy fosfor almashinuvini yaxshilab berishga tarkibida shu kalsiy fosforlar tutadigan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi bu chiya urug'ini qaysi holatlarda qo'llash kerak? Sog'lom odamlarga hamda bolalarga hamda kasalliklarga qancha muddatda qanday qilib qo'llash kerak? Endi qo'llash tartibiga keladigan bo'lsak, chiya urug'lari suv bilan bo'ktirilgan holatda yoki yogurtga bo'ktirilgan holatda yoki salatlar bilan yoki novvoychilikda nonlarga ishlatilish holida foydalanishi mumkin. Endi suvga qo'llaydigan bo'lsak, kunlik miqdori 10-20 gramm tashkil etadi hamda bir qoshiq yoki 2 qoshiqdan kunlik miqdor. Ya'ni suvga qo'llaydigan bo'lsak, ertalabda ovqatlanishdan oldin suvga bo'ktirib qo'yiladi. Ya'ni 200 yoki 150 milligram suvga bir qoshiq yoki 2 qoshiq chiya urug'i solinadi hamda 15 minut davomida saqlanadi. 15 minut davomida bu chiya urug'lari bo'rtib, ishib, o'ziga suvni tortadi. Hamda bu chiya urug'lari tayyor bo'lgandan keyin ichiladigan bo'lsa, oshqozonda jel hosil qilganligi uchun oshqozonni ham to'qlik hissini hamda ozishga yordam beradi. Bu ichilganda to'qlik hissi hosil bo'ladi hamda ozishga yordam beradi. Hamda bu kletchatka, tolaga boy bo'lganligi uchun ozishda muhim omillardan bittasi. Ya'ni ozishda bilamizki, uglevodlar hamda yog'lar miqdorini cheklashimiz kerak. Oqsil miqdori hamda kletchatkaga boy o'simliklar miqdorini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda tola, ya'ni kletchatkaga boy bo'lganligi uchun hamda ichilganda to'qlik hissi bo'lganligi uchun ozish uchun samarali hisoblanadi. Hamda ichaklarda qabziyat bilan keladigan bo'lsa, yaxshilab berishga yordam beradi.
Keyingisi yogurtga aralashtirib ichiladi. Yogurt bilan aralashtirib ichiladigan bo'lsa, unda ham xuddi shunaqa, ya'ni bu chiya urug'lari o'ziga suvni miqdorini ko'p tortib oladi. Shuni hisobiga ishib, bo'rtib tayyor bo'ladi. Ya'ni buni ichiladigan bo'lsa, o'zida jel hosil qiladi, ya'ni oshqozonni yuzasini qoplab oladi, hazmni yaxshilab beradi. Undan tashqari bunda shu bir qancha anaqa holatlarni aytib o'tdik, ya'ni yog' kislotalari, vitamin, minerallar bo'lishi. Ya'ni bu yurak qon tomir, endokrin tizimi, ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq holatlarda bu anchagina yordam beradi. Endi bu sog'lom holatda iste'mol qilinadigan bo'lsa, 2-4 hafta davomida iste'mol qilish mumkin. Kunda ertalabda och qoringa iste'mol qilinadigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kasalliklarda bo'ladigan bo'lsa, kasalliklarda 1-3 oy davomida ichilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar buni sog'lom odam 2-4 haftadan oshiqroq ham iste'mol qilish mumkinmi degan savolga, agar bemorda oshqozonda hazm tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, yo bo'lmasam allergik holatlar yuzaga kelib chiqmagan bo'lsa, iste'mol qilish bo'laveradi, iste'mol qilsa bo'laveradi. Agar bemorda hazm tizimida bog'liq muammolar bo'lsa, kamaytirish kerak yo bo'lmasam cheklash kerak bo'ladi. Endi chiya urug'larni kunlik dozasi 10-20 gramm hisoblanadi. Agar 10-20 grammdan oshiq iste'mol qilinadigan bo'lsa, bemorlarda hazm tizimida muammolar, allergik holatlar yo bo'lmasam bir qancha o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Bolalardagi miqdori 1 qoshiqni tashkil etadi, ya'ni 10 grammni tashkil etadi. Ya'ni qo'llash tartibini aytib o'tildi. Suv bilan, yogurt bilan, salat bilan, novvoychilikda qo'llasa bo'laveradi.